Agarda sizdan 2000 koy to'lab, 2 soat mendan dars olasan, bilim olasan, siz to'lamsiz. Qal do'stlarim, xayrli bo'lsin. Men bayamnoz bir to'yin surati, bir film intayin ta'sir qilib qoldi menga. Turg'unja o'zi qag'iliqdan o'sish chempioni. Do'yinni ko'rgan, sizlar ko'rib boqqan mushiga shu. Oddiy bir dehqon oilasi cho'ng'ib ekan. Bayamnoz filmini ko'rib qoldim, cho'sh qilib shunday bir hayajonlandim, nima degan qag'iliqdan ekan, hamda Urumchida hammadan to'nig'idagi bir o'sish chempioni aylanibdi. Qisqacha shu do'stimizdan bir tonish boqay deb chiqib qoldim. Filmida bir nuqta intayin ta'sir qilib qoldi menga. 20 oy bir yerda haqsiz ishlabdi. 2000 koy to'lab, 2 soatlab bilamabdi. Navot sizlar bo'lgan bo'lsanglar, mush odamning o'rnidan sizlar qanday qildinglar? Bu yoqni filmni ko'rgandan boshlab ta'sir qilib qoldi menga. Haqiqatan tirishgan ekan. Urumchiga chiqqandan keyin qassoblik qilib, taksi haydab degandek mashinasiga bir xerda chiqibdi-da, hamda kira qilish jarayonida. Bu yoq chiqqandan keyin asam ikkinchi qo'l uy mulk bilan bir shug'ullanib baqsam olmamdi deb degandan keyin bu yoq men qilolmayman desa, sen cho'qib qila olasan, qilib boqmasan sen qilolmaydigan nima qilsa deb ishdan debdi shu. Ondan bir sinab boqaymi deb 3-4 kundan keyin aloqa qilishibdi. Aloqa qilishib ikkinchi qo'l uy bilan shug'ullanib qolibdi. 3 oy ishlabdi, lekin bir tan bo'y sotamabdi. Ondan boshliqning tonishtirishi asosida birinchi qo'l uy sotadigan shu xizmatga erishib, 100 trillion tavna shu o'zining boshlang'ich saviyasidagini bilgandan keyin boshliqlari bu yoq ko'z yetmabdi-da, ishlab boqsam bo'ldi deb boshlagandan keyin 16 kun bir fursat beribdi. Sen 16 kungacha bir uy sotalab qo'yib qolsang, sotqim emas, qaytib ketgan deb boshlanibdi. Hamda bu yoqning bir boshlang'ich saviyasiga tushganda odam shaklshi o'rin shu avval o'qish tavalligiga bir qaraydi, o'qish saviyasiga. Nima o'qidi, bir ishlab baxtim yo'qmi? Shuni birinchi qaraydi deyman. Ishlab bo'lgandan keyin 15 kun haqsiz ishladi. Uy sotamadi. Uy sotish chempionining birisi bor ekanda, shu uyimlik shirkatida. Ammo so'rab qopti. Kelgancha kun bo'ldi, bir tan uy sotamadi degandan keyin, men uytib qo'yay, 1 soatdan 1000 koy bersa debdi. Bu yoq shu do'stiga telefon qilib, qarz og'a asosida 2000 koy ipto, men uy sotib chiqish 2000 koy beribdi. 2 soat dars topdi-da. Ondan shu 3-4 kundan keyin muvaffaqiyatli bir uyni setib chiqiribdi. Filmlar ko'rdim, uyni ehtiyojli odamga sotaman, satsam pul degani bektitsiz topqil bo'ldi, lekin o'mliklar shug'ullanibmi, bir uyni vayron qilib bo'ldi deb bir gapni anglab qoldim. Bu qanday gap ekan, sanlar nurg'un odam Urumchida uy yotadi. Yaxshi uylarni men tavsiya qilaman. Qimmatroq uylarni sotib qo'yib qolsam, foydadan qoldi, lekin boshqalarni vayron qiladigan ishlar chiqib qoldi deb boshladi dedi-chu. Mush mazmun ajoyib yoqdi menga. Nima chiqadi degandan haqiqatan hammamiz o'ylaymiz-ku, o'mlik shirkati vesh foydali deb. Bu yoqda bir uydan 3 ming koy foyda qilsam, shundan satsam bo'ldi. Hamma odam uyga ehtiyojli shu umrida jiqqan taganni uyga soladi mablag'ni, uy oladi deb boshladi degandan keyin shunday va ish qilib bir bu gap ichimga o'tdi-chu. O'zim shunday xo'shib qoldim. Shunday bir pul tepish asos qilmay, boshqalar mulozimat qilib oz topsam, chiqroq satsam mayli deb shunday bir o'ylashgan edim bor ekan atrofimizda. Shuni ko'rdim. Biz navoda bir ish qilib berib qo'yib qolsak, ham shu 20 yaxshi ishlab bersa deb qolsa, biz ham da o'ylaymiz. Talınıp baxmagan ekan, o'talamizmi? Navoda bu yerda ishlamay qolib qolsak, 20 beka umrimiz o'tib ketdi. Mening bunchalik pulim bor, qaytaradigan. Deb o'ylashimiz mumkin. Endi film ko'rgandan keyin chiqib bir xil o'zimmi bir haliqa qaytarib o'ylanib qoldim-da endi. Menda bir ish qilib bir qarorimiz orqali bizning butun bir umrimizni belgilayotganmiz deb ko'rgan bo'lsanglar filmni kalon o'tmagan yoki bir o'rtoqlashganlar bor, sizlar o'qib qolsa, inkos rayoniga yozib qo'ysanglar, tang bir o'rtoqlashib baqsa